Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrefil murselin. Seyyidina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecmain. Hürmetli qarindoshlarimiz, ulug' Ramazan eydi turatimiz. Allah Taala mushu Ramazan eydi qilgan bütün ibadetlerimizni öz dergahida qabul qilgay. Allah Taala buyurgan ibadetlerinin hammasi insanni durust bir mümin qilish uchun yüksek gayelerini nişan kılgan. Bütün ibadetlerinin din ve dünyalığımız için nihayetçe faydası var. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bazı ibadetlerinin gayelerden bir kancısını bayan kılışı arkalık şu ibadetlerinin ehmiyetini bildirgen. Mesela namazının günahtan saklaydıqanlığını, zakatının adamni bexillikdan ve yo'qsullarninki haqqidan pullarni poklaydiganligini, hajning insonga axloq o'rgatadiganligini va Ramazonning taqvolikni o'rgatadiganligini bayon qilgan. Alloh taolo Qur'on Karimda deydiki: "Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alellezina min qablikum la'allakum tattaqun." İman etqanlar, sizlardan ilgirkilarga roza farz qilingandek, sizlarga Ramazon rozasi farz qilindi. Bu sizlarning taqvodorlardan bo'lishinglar uchun, ya'ni taqvolik qilishinglar uchun. Endi taqvolik degan nima deganda, taqvolik Alloh taologa itoat qilib, uning buyurganlarini qilib, to'sqanlardan yenib, Allah Taala ko'rsatgan bo'yicha hayot kechirish deganlik. Mana bu haqiqiy taqvolik. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam taqvolikni qalbda bo'lganligini bayon qilib, at-taqvo hahuna, at-taqvo hahuna, at-taqvo hahuna deb 3 qatim taqvolik mana bu yerda, taqvolik mana bu yerda deb o'zining yuragiga ishorat qilgan. Endi taqvolik haqiqatan qalbda bo'ladi. Kimning taqvo emas ekanligini Alloh taolo o'zi biladi. Endi taqvolikning asri va taqvolikning ifodasi insonlarning tashqi muomalasida ko'riladi. Shundaqdimi tashqi ko'rinishiga qarab hech kimni ma taqvokan, ma taqvo emaskan deb hukm qilg'ili bo'lmaydi. Masalan, bir qo'g'in nayti chiroyli ko'rinishini chiroyli hamda albatta bu qo'g'inning tatliq chiqishi mumkin deymiz. Balki ba'zi vaqtda shu qo'g'in teshdi ko'ranganga o'xshash shunda tatliq chiqdi. Ba'zi vaqtda shunda chiroyli ko'ringan qo'g'in ichi haliqa tetiksiz lavzi chiqdi. Aşının o'xshash insonlar bu. Ba'zi insonlar shu ko'ringandek chiqadi, ba'zi insonlar ko'ringandan boshqacha chiqadi. Shuning uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam taqvolikni qalbda bo'ldi degan. Shu taqvolik soqolni uzun qo'yish bilan, kiyimni islomiy kiyish bilan, og'izda misvakni tushirmaslik bilan, qo'lda tasbihni tutish bilan ma'noli ifodalanmaydi hamda. Bu taqvolikning ifodalaridan biri, ya'ni taqvolikning alomatlaridan biri hamda. U hammasi emas. Taqvolikning o'zi emas hamda. Shuna taqvolikni shunday keng doirada ayda tushunishimiz kerak. Endi taqvolik Ramazon rozasining farz qilinishidagi bo'lgan asosli maqsad. Alloh taolo yuqorida biz aytgan oyatda sizlarga Ramazon rozasini shu taqvo bo'lishinglar uchun, taqvolikni oshirishinglar uchun farz qildik deydi hamda. Anda bo'lganidan mushu Ramazonda cho'qim bizningki ibodatlarimiz odatdagi vaqtdan Ramazonda taqvolikda yuksaklikka erishishi va Ramazondan keyin mushu taqvolikni yana saqlab qilishi muhim hamda. Endi taqvolik haqida bir qissalar bor. Bir ustoz taliblarga debdi: "Sizlar berib her biringlar dadanglarning hunarini qilib kelinglar. Dadanglarning hunarini qilib, taqvolikni asos qilib kelinglar. Buningdagi men ifoda bildiring" debdi.
Yani her birini üzəڭ dadağının qanday hünür bolsa, aşı hünərni qılıb beqinglar və təqvalıqni asas qılğan asas qılыңlar depdi. Şunu bilan taliblar uyga ketibdi. Bir bala 20 neçə yaşlardagi bala yetim bala ekan, asli anası var ekan, dadası yo'q ekanda. Anasiga kelib, "Ana, dadamning qanday hünür bo'pti?" depdi. Anasi bunda turib qilib, "Balam, onu soğanın ne paydası hem de dadanız ülep ketdi hem de o hünürünü soğanınızdan neme işi siz özünüzün yolunu tutup hem de qanday iş bilan turmuşunuzu keçirəlisiniz iş qilib bir narsani tanlab qilsangiz buldu hem de degan yo'q endi men bilgim keldi bilishim kerak dadamning hüneri qandaq demang deb berang deb turibdi deb bergan endi balam siz ayda deb turgan ekan deb berishga majbur hem de deb beray dadangiz o'g'ritdi debdi. Bala şunu gap qilmabdi. Şuna bilan endi bu ustozim dadamning hünərini qilib kelinglar, taqvolikni asos qiling dedi. Bu dadam o'g'ri ekan. Endi o'g'irlikni qanday taqvolik bilan qilg'il bo'ldi? Taqvolik bilan qanday o'g'irlik qilg'il bo'ldi deb o'ylab oxiri men bu shu hünərni bir qilib baqay. Dadamning hünərini qilib taqvolikni asos qil dedi ustoz deb kecha talaga chiqibdi. Hem de şu üzü biladigan qo'shnilarning uydan boshlab da bir uyga qarabdi, qarasa bu uy faqir, kambag'al odamlarning uyi. Endi kambag'al, endi o'g'ilsa o'g'ilg'ichilik binasi bor, lekin bu kambag'al odamlar bo'lgandan keyin bu taqvolik buningga durust kelmaydi, kambag'alga texim zulm qilganlik bo'ldi. Buningga kirmay debdi. Yana bir uyga qarab, bu uyda yetim bor, yetimlarning haqqini yevasa bo'lmaydi. Deb ötəb getibdi. Bir qancha uyni shunda ötəbdi. Bir uyga qarab, bir sodiga, bir boyning uyiga qarab, "Ma boyninki endi buning uyda o'g'il qilsam bo'g'udak" deb kiribdi. Kechilik bo'lgandan keyin kirib aldirmay bu odamninki boyning xazinasi, pullari, butun hisobotlari bor uyga kiribdi. Uyga kirib o'tirib oltin kumushlarini pullarını hammasini ko'ribdi, echib hammasini ko'rib, endi buning hisobini qilib baqay deb hisobot daftarlarini izlasiz, hisobot daftarsim bor ekan, daftarda yozilgan nurg'un narsa. Aldirma 1-2 soat aldirmay ayda o'tirib ko'rib, bu odam zakotini beribdimi, bermabdimi deb tashrif ko'rsa, 5-6 yildan beri zakot bermabdi mollarga. Şunun zakatlarını çıkarıptı. Aşağıdaki mallarının zakatını mançılık zakat kılırken depterge yazıp çıkarıp otursa ezan çıkıp kaptı. Bamdatga ezan çıkıptı. Bamdatga ezan çıkkandan keyin hem de ustazı onunla taqvolikni asas qilinglar. Aş kasbni qilganda taqvolikni asas qilinglar degandan keyin bu namoz o'qish degan taqvolikning birinchisi hamda. Shunda bo'lgandan keyin taqib qo'yaplar. Hoyliga chiqib tartaga turibdi Bamdatga. Tertip tursa, bu uyning egisimi hamda azan chiqqandan keyin tartilay deb chiqsa, bu odam buning ho'ylisida tartilyaptimish. "Voy, sen kim? Nima ish qilyapsiz bu yerda?" "Tartilyaptimi? Bamdatga azan chiqdi, namoz o'qiymiz, tartilyaptimi?" desa. "Hoy, tamam tartilyapsa, bu mening uyam bu. Endi seni askadanmiki deydisam, namozga tartilyapsa, abdan adammiki deydisam, mening uyamda nima ishing bor sening degandan keyin hozir namozni vaqti bo'lib qoldi. Sizmi tartaslar namozni o'qib qo'yaylik, uni men o'zimni tunishtiray debdi. Ma'qulimiz deb u odamni tartibdi. Ikkimiz tartib kirib, "Qozi biz imom bo'lamiz" deb shu atalib imom bo'libdi. Imom bo'lib namozni o'qib bo'lib, uningdan keyin endi men o'zimni tunishtiray. Men bir o'g'ri, sizning uylarga o'g'irlik qilib kirgan. Ustozimiz shunda dadangninki hünərini qilib kelinglar ve taqvolikni asos qilinglar deganda dadamning hünəri o'g'ri ekan, o'g'irlikni qildim mena, men taqvolikni qilib namozni vaqti kelganda o'qidim. Sizlarninki 5-6 yilning biri zakot bermabdi ekan, zakotlarning hammasini hisoblab chiqdim. Xolislar shuni faqirlarga bervaslar. Endi men shu dadamning hünərini qilg'il kirdim meni, ish mushunchalik. Degandan keyin bu odam turib ketib, ta'sirlanib ketibdi. Shundan keyin uningga "Siz uylanganmi?" debdi. "Yo'q, men o'qiyapman, talab ilmiman" debdi. "Dadam yo'q, yetimman" endi debni qilgandan keyin o'tirib, "Mening bir qizim bor, seni shuni uylantirib qo'ysam ma'qul demsa" dedi.
bu qanday gap bo'lamdi? Men sizning uyingizga men o'g'irlik qilg'ili kelsam, mendek o'g'irga qanday qizingizning birisi degan ekan. Men sizdek taqvo odamga birman. Sizning taqvoligingiz meni ta'sirlantirdi. Deytgan shuninglar, uni deytgan, buni deytgan, oxiri to'y bo'ldi ekan. O baxtli shunda turmush kechirdi ekan. Ikkinchi yana bir qissa Muhammad Ratib bin Nablisi degan suriyalik olim bayon qildi. Bu bo'lgan ishkan buma. Bir kishi bir yosh yani 30 yoshlarga yetib qolgan bir yosh ishlaydi ekan bir do'konda. Do'kondarning qishda mudag'aliqi rah kiyim munda bina setib ishlaydi ekan. Yillardan beri ishlaydi ekan, ishlab yoki bir uyga ega bo'lolmagan yoki turmush qurolmagan shunda besh qatib shuningdek shu shaharning naytibak mashhur yaxshi taqvodor bir olimining qishqi bir maslahat so'raydi bortganda xila yo'lni besib borgan ham deydi alayda ishini tashlab qolib berib o'zlaridan bir maslahat so'g'ili keldim deb kelib oldiga kelgan haddang deytgan men bunda ishlayapman hech qanday barakat topolmayapman yo hozirgacha o'ylanammidim yoki bir uyam yo'q ishim oldimga mangmayotdi menga bir nasihat qilgan bo'lsalar degandikin olimda turib ketib ittaqillah deb taqvolik qilgin debdi endi ittaqillah degan gapni normalda arablar birisi bir xato ish qilgan bo'lsa onun ittaqillah deydi. Bizga tavsiya qilmoqchi bo'lsam, yana yo'l ko'rsatmoqchi bo'lsam, ittaqillah Allohdan qo'rq deydimda. Yaxshi gap hamda. Ittaqillah deyotgan, shunga ham yana bir nasihati bor o'xshaydi deb yana qarab o'tirsa, bu olim o'zining kitob ko'rishi o'tiribdi, vaqt o'tabdi, shuning bilan boshqa gap qilmaydigan o'xshaydim deb. Hazratim men turaymikan mesela degan, ha ma'qul ketding. Allohdan qo'rqing debdi yana. Başqa gap qilmabdi. Shuni eshikni yopib chiqib, shuncha yo'ldan kelsam, bu odamni men bir nasihat qilib deb kelsam, ittaqillah deb zaten Allohdan qo'rqaman, men o'g'irlik qilmayman, namozlarimni vaqtida o'qiyman, zaten Allohdan qo'rqaman. Endi qanday qilishim kerakdiki deb ketib berib o'ylab, albatta bu oddiy olim emas. Bir narsani o'ylab deglik bu. Musha odamning degani bir qilib boqmayman. Bana bir ziyan yok bu qilib baqsam, tecrübe qilib baqsam, degani bir qilib baqay deb, tamam. Bu taqvolik deganni bir o'ginay deb kitob ko'rib, taqvolik deganni haqiqiy o'ginib demdi. Taqvolik deganning haqiqiy bir mas'uliyatchanlik, vafodorlik, buyurilgan ishni din va dunyolik har qanday ishni voyaga yetkazib qilish deganlik ekanligini o'ginib onun için ben hayatımda muşu boyunca qıpaqay deb dükkanda işini qaytadan başlaptı. Nayt xiridarlarga shunda illiq ve nayt rastchel et deganda shu dükkanning egisi kep bo'g'ichi burun kelib yo'llarga su sepib, süpürtqanini süpürüp, ravrus dükkanını chiroyli ichib, onun namoz vaqti kelgandimi ondag'iligi burunqidek bir soat yo'qolib ketmay 10 minut ichida namozni o'qib bo'lib, yana kelib, xuddi shu xiridarlarga nat o'zininkidek, ayda kuyinib, shunday samimiy muomala qilib, ayda o'zgarib ketganda bu. O'zgarib ketganda bu dükkanning xo'jayini buningga qarab, bu hayron qoldi ekan, bu bola qanday bo'lib birdamda boshqacha bir o'zgarib ketdi bu. Deb men ba yerdigini shunda qilyaptamdi ya qanday deb ba'zi kamerani izlab baqtgan u kameraga qarab baqsa u xo'jayin yo'q vaqtdimi yana shunda samimiy ekan hamdi u nayda ta'sirlanib bir qancha oy o'tgan bir qancha oyning ichida bu xo'jayin ta'sirlanib ketganda buning ta'sirlanib ketib men qizimni mushu bolaga bersam bo'lgan buningdan mas'uliyatchan buningdan taqvo bisini topolmadim men hozirgacha mushunaqa bersam bo'lgan degan kelib endi buningga qanday buni aytaman deb bir kuni men mushu qizimga mening binodan bir uyamni ya'ni bir doirani qizimga yasab bermoqchi edim yaqinda to'yni qilib qo'ysam mushu qaysi doirani qaysi tarafdan tutib bersam yaxshi bo'larsiningcha degankin xo'jayinim o'zlari obdan bilurlar uni men u ishga men aralasholmayman degankin yo'q endi men sen bilan biz do'stga o'xshashku maslahat so'rayman endi balki sen endi menga yo'l ko'rsatishing mumkin
paydamlab qilishi mumkin. Şoňa maňa qaysi tarapdan yaxshi boldy, seningçe qandaq boldy dep bergen degendikin. Muşu gün düşütkan tarapga, muşu böjek tarapdan aşu öýüni tutup bäsli 3-nji qatdan öý tutup bäsli yaxshi bolgudak. Deytken, ha tamam, emese bu şunu da tutay dep. Ondan keyin bir güne bu öýüne hem bir japdyp goýmakçy dem, japdymakçy dem. Sen bille bazaga barsak mı bir maňa binas elişip bergen degendikin. Ya hocaýyn, meniň o tarapdan fakat tejribem ýok, hem anda binas ip bakmagan hayatımda. Qanda bolup kimin degendikin. Hamde bagandeken belki senin paydan olap qala aşkı mıda küzenki çıraylık görüngenini maňa maslahat tariqasy dep berseň şunda alama hamde. Bille barayla halasaň degen ýa tamam maqul bille barayla dep bartken. Berip aşu öýüniň japdyklaryny aşyňda soraýtken boldy. Maw qandaq ola, aw qandaq. O manydy maw ýaxşyrak tek turdy, ma körkemlik tek turdy, abdarrak tek turdy deýtken degendikin aşynynki äzitkinini alytken hemmenesini. Hemmenesini aşyň äzitkinini alytken. Elep öýüni ýasap bulap, onu bir gün çakyryp olturup hamda sana kızımni bermekçi degendikin. Ya hocaýyn çak kılıp atamla. Men degen sizin ýallarda işleýän işçi tutsam, siz degen bu hocaýyn bay tutsla, siz biziň seviýe okşaş gelmeydi qandaq o. Bunda gapni qandaq kıllam men hijillap kaldym degendikin. Udul kildi, senin seviye mendinmi yuqori. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızlarını öýlendirişde ahlakıga ve diniga qaranglar. Ahlakı bilen dini sizlerni qayıl qılsa, qandaqla kişi bolsa şunuňa biriňli kızıňly degen. Senin ahlakyňly, diniň, takwalygyň meni qayıl qıldy. Senden yaxşysyny tapanmayman men. Şoňa men sana ras ende berey dep atman deýtken, şunda bolap toy qıtgan. Toy qıldykan, toy qılıp bir qança ýyl ötüdikan, ötgendikin o hojaýyn ülep gitdikan. Onun bir kızı iken o. Şunun bilen aşu hojaýynyň bütün baýlygy, dukkanlary, imaratlar hemmesi şununğa er ayal ikkiski kaldı iken. Hem de şunundan keyin andan bu yigit oylap olturup bir günü ya aşı şeyh hakikaten hikmetli şeyhken. Bu şeyhni bir ziyaret kılıp hem de bir hediýelerini elip berip bir rahmet aýtay dep basa o şeyh vefat bolup gitipdi. Onundan keyin her bir namazımda muşu şeyhqa dua qıtqan boldum dep aşna deýdi. Demek hem de takvalyknyki mawo ameli hayatdaki mawo paydasy. Anda ahiretdeki paydasy elbette cennet emdi. Ahiretdeki paydasy elbette cennet. Biz takvalykny qılsak, ahiretde Allah Taalanyň cennetiga erişimiz, Allah Taalanyň razılıgyna erişimiz diýen maksat bilen kılymyz. Lekin Allah Taala aşynyň mukapatyny muşu dünýadan başlap berişki başlaýdy. Muşu dünýadan hazırdan başlap berişki başlaýdy. Allah Taala hemimizni takwadar müminlerden kılsın, perzentlerimizni Allah Taalaga baglangan, vatanny süýdigan, üzü huju bulup yaşaydigan, başkalarga yardım kılalaydigan salih perzentlerden kılsın. Amin.